Instagram ishlatasizmi? Bu xabar siz uchun. Videoni o'tkazib yubormang. Вообще bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Hozir tushuntiringda bizga. Qarang. Misol uchun kimdir Instagram videosiga, storiesiga silka qo'yadi. Storiesiga silka qo'yganda siz bosib kirasiz. Уже qarang. Storiesiga razрешит beradi. Beringda razрешит. Telegram kanaliga kiradi dedi. Qanaqadir yolg'onchi ishora berildi. Mana. Ko'ringda. Aynan bu yerda siz bitta story qo'yganingizda siz shu yerga o'ting, shu yerdan qiziqarli videoni oxirigacha ko'rishingiz mumkin degan silka qo'yilgan bo'lishi mumkin. Storylarda diqqat, buni hammaga shunday tashlab olinglar va ogohlantirib qo'yinglar. Bu narsa juda ham yomon narsa. Bundan tashqari Yana bitta narsa, video zapis qiladi. Lokatsiya. Undan tashqari IP manzillarni ham olishi mumkin. bu juda yomon. Bu juda yomon. 2026-yil aynan mashinalar yili bo'lishi mumkin. Chunki sun'iy intellektlar juda rivojlanib ketdi. Bundan tashqari mana bunaqa iflos, haromxo'r botlar juda ham ko'payib ketdi do'stlar. Ehtiyot bo'linglar, maksimalni videoni tarqatinglar. Bunaqa silkalarga Instagramdagi siz shu yerdan olishingiz mumkin degan hech kimga ishonmanglar. Hech kimga ishonmanglar. Hozirgi zamonda o'z yaqin do'stingizga ham ishonmanglar do'stlar. O'zingizni hushyorligingiz uchun tarqating. Hushyorlik davr talabi.